Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun ta'm bilish organi fiziologiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Ta'm bilishni fiziologiyasiga o'tishdan avval uni anatomik jihatdan ko'rib chiqamiz, ya'ni ta'm bilish retseptorlari qanday tuzilgan. Bilamizki, ta'm bilish a'zosi faqatgina til hisoblanmaydi. Ya'ni ta'm bilish retseptorlari nafaqat tilda, bundan tashqari tanglayda, halqumda va hiqildog'da ham joylashgan. Lekin asosiy bizda ta'm bilish a'zosi va til hisoblanadi. Endi ta'm bilish retseptorlari demak aynan ta'm sezgisini ta'minlab berar ekan. Ta'm retseptorlari. Endi ta'm retseptorlarini o'zi ta'm kurtaklari degan tuzilmalar ichida joylashgan bo'ladi. Ta'm kurtaklari. Endi ta'm kurtaklari bo'lsa maxsus papilla degan tuzilmalar ichida joylashgan bo'ladi. Ya'ni bizda tilda demak papilla degan katta tuzilma bor, uni ichida ta'm kurtagi bor. Ta'm kurtagining ichida bo'lsa ta'm retseptorlari bor va ta'm sezgisi aynan shu retseptorlar orqali amalga oshadi. Ta'm sezgisi ham hid sezgisi kabi inson uchun ajralmas sezgi bo'lmasa ham, ya'ni inson ta'm sezgisiz ham yashasa ham, lekin ta'm sezgisi bizni yashash sharoitimizni sifatli tarzda amalga oshishini ta'minlab berib turadi. Ya'ni biz ta'm orqali qaysidir bitta zaharli mahsulotlarni iste'mol qilishdan yoki o'sha ovqatda tarkibini bilishdan ta'minlanib turamiz, aynan retseptorlar orqali. Endi aytib o'tganimizdek, retseptor kurtakning ichida, kurtak papillani ichida joylashgan ekan. Endi odamning tilida yoki umuman ta'm bilish a'zolarida qanday papillalar bor degan savolga javob berib o'tamiz. Papillalar asosan 3 xil bo'ladi. Bularning birinchisi halqasimon papillalar. Halqasimon. Mana shu joyda berib o'tilyapti. Mana halqasimon papilla. Birinchisi. Halqasimon papillalarning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirib o'tsak, ular tildagi eng yirik papillalar hisoblanadi. Lekin eng yirik bo'lgani bilan eng kami ham. Eng kam papillalar hisoblanadi. Shu 3 xil, hozir 3 xil papillani ko'rib chiqamiz o'shalar ichida. Endi lekin shuni aytib o'tish kerakki, ular yirik bo'lganligi sababli o'sha ta'm bilish a'zolaridagi 50% ta'm bilish retseptorlari aynan shu halqasimon papillalarda joylashgan, ya'ni yarmi. Endi halqasimon papillalar qayerda bo'ladi? Halqasimon papillalar asosan tilning asosida bo'ladi. Til asosida. Mana rasmda ham berib qo'yapti, mana shu joy til asosi hisoblanadi. Mana shu joyda papillalar joylashyapti. Mana ko'rinishi halqasimon bo'lganligi uchun. Endi ikkinchi papillamiz qaysi? Ikkinchi papillamiz bu bargsimon papilla hisoblanadi, ya'ni shakl jihatidan nom berilgan. Mana u bargsimon papilla. Bargsimon papillalarda o'ziga xos xususiyati shuki, ular asosan bolalarda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bolalarda. Kattalarda bo'lsa ular atrofiyalangan yoki funksiyasini pasaytirgan bo'ladi. Shu sababli ham kattalarda halqasimon papillalar ta'm sezgisida unchalik qatnashmaydi. Endi bu papillalar tilda qaytida bo'ladi desak, bu papillalar asosan tilning yon qismida bo'ladi. Tilning yon qismida asosan bo'ladi mana. Shu joylarimizda demak bizda bargsimon papillalarimiz bor. Endi 3-xil papillamiz qaysi? 3-xil papillamiz bu qo'ziqorinsimon papilla hisoblanadi. Qo'ziqorinsimon papilla. Qo'ziqorinsimon papillaning o'ziga xos xususiyati nima? Qo'ziqorinsimon papillalar o'zida 3 tadan 5 tagacha ta'm kurtagi saqlaydi. Bu degani demak ularda ta'm kurtagi kam ekan, bu degani ta'm retseptori ham kam degani. Demak ularda ta'm retseptori qolgan papillalarga nisbatan kamroq bo'ladi. Endi bu papillalar asosan tilning yuqori qismida joylashgan bo'ladi. Tilning yuqori qismida, mana shu joylar mana tilning yuqori qismi hisoblanadi. Asos, yon hamda yuqorisi mana shu joy bo'lsa, shu joyda qo'ziqorinsimon papillalar joylashgan. Qo'ziqorinsimon papillalar yana bitta o'ziga xos xususiyati shuki, bu papillalar kapillyar qon tomirlari bilan yaxshi ta'minlangan. Shu sababli ham ular bizga qizil rangda ko'rinadi. Ya'ni kapillyarlarda qon oqqanligi uchun qizil ko'rinadi. Halqasimon bilan bargsimon, qo'ziqorinsimon kabi unchalik qizil ko'rinmasligi mumkin. Endi
Demak, papillani ichida ta'm kurtagi bor ekan. Ta'm kurtagining ichida ta'm retseptori joylashgan ekan. Ta'm kurtagining ichida faqatgina ta'm retseptori bo'lmaydi. Undan tashqari yana boshqa hujayralarimiz ham joylashgan bo'ladi. Ta'm kurtaklarida asosan 3 xil hujayra joylashgan. Demak, ularning birinchisi ta'm retseptor hujayrasi bo'lsa, ikkinchisi tayanch hujayralar va uchinchisi bazal hujayralar bo'ladi. Demak, bu hujayralar anatomik jihatdan hid bilish hujayralariga o'xshash ekan. Endi ta'm retseptorlari o'z-o'zidan ma'lumki, ta'm sezgisini bevosita ta'minlab beradigan va uni elektr impulsiga aylantirib beradigan hujayralar hisoblanadi. Tayanch hujayralarchi, tayanch hujayralarda funksiyasi aniqlanmagan. Ya'ni olimlar bu hujayralarda oxirigacha nima ish qilishini hali aniqlay olishgani yo'q. Funksiyasi aniqlanmagan. Hid bilishda bo'lsa, tayanch hujayralarimiz shilimshiq ishlab chiqarar edi. Aniqlanmagan. Endi bazal hujayrachi, bazal hujayra demak o'zak hujayra, demak bu ham bo'linib ko'payishni ta'minlaydi. Bo'linib ko'payish nimaga? Chunki ta'm retseptor hujayralarimiz ham 10 kun yashaydi. 10 kundan keyin ular o'lgandan keyin o'rniga yangi ta'm retseptor hujayralarni aynan bazal hujayralarimiz hosil qilib beradi. Ularning vazifasi shu ta'm retseptor hujayralarni hosil qilish. Mana shu joyda o'sha 3 xil hujayramiz, kurtak ichidagi 3 xil hujayramiz ko'rsatib o'tilgan. Bu hujayralarimiz ta'm retseptor hujayralari mana bevosita ta'm sezgisi bilan bog'lanyapti. Bu tayanch hujayramiz, funksiyasi aniqlanmagan. Bu bo'lsa bazal hujayramiz, demak bo'linib ko'payib yangi retseptor hujayrani hosil qilib beradi. Endi o'zi odam qanday ta'mlarni sezadi degan savolga javob topamiz. Buni endi til misolida ko'rib chiqamiz, chunki asosiy sezgimiz, ya'ni ta'm sezgisi tilda kechadi. Odam 5 xil ta'mni sezadi. Bu sezgilar ham tilda o'sha tanasida har xil joylarda joylashgan. Ya'ni odamning tilining 3 qismi mana shu joyi asosan shirin bilan umami degan ta'mni sezadi. Umami ta'mi qanaqa? O'zbek so'z boyligida umami degan so'z yo'q. Bu asosan ingliz adabiyotlarida hamda inglizlarda ishlatiladi. Qanaqa ta'm umami desa, go'sht ta'mi aynan umami ta'm beradi. Mana go'sht ta'mini biz shirin ham deya olmaymiz, achchiq ham deya olmaymiz. Aynan shuni go'sht ta'mini umami ta'm deb atashgan. Ya'ni o'ziga xos ta'm. Endi shirin aniq. Demak, tilda uchi shirin bilan umamini sezadi ekan. Endi yon tomonlarchi, yon tomonda oldingi qismi mana shu joy sho'rni sezadi. Endi yon tomonda orqa qismi bo'lsa, mana shu joy nordonni sezadi va 5-sezgimiz bu tilda orqa qismida mana shu joyimizda bo'lsa biz achchiq sezgisini asosan sezamiz. Bundan bolalar xulosa tilda faqat shu joylari shu sezgini sezar ekan degan tushunchaga ega bo'lib qolmaslik kerak. Til butun tanasi bilan hamma sezgini sezadi. Faqatgina shu joylarda biz aytayotgan shu sezgilarda sezuvchi retseptorlar yoki shu sezgilarda aniqlanishi ko'proq bo'ladi. Ya'ni bu joylarda ham masalan achchiq seziladi, lekin orqa tilda orqasi yoki asosida emas yoki nordon ham boshqa joyda seziladi, lekin yon tomonda emas. Shu ham xuddi shunaqa shirin bilan umami ham xuddi shunaqa. Shu joylarda asosan amalga oshganligi uchun. Endi ta'm bilish sezgisi, ya'ni impulsi, ya'ni biz fiziologiyada ishlatadigan harakat potensiali qanday amalga oshadi? Harakat potensiali ham shu ta'mlarga, ya'ni sho'r, nordon, achchiq, shirin, umami ta'mlariga mos holatda o'ziga xos har xil amalga oshadi. Endi shuni ko'rib chiqsak, mana birinchi achchiqni sezgisidan boshlaymiz. Demak, bu yozib olamiz. Bu achchiq, birinchisi achchiq, keyingisi mana shirin va umami, keyingisi nordon va oxirgisi sho'r ta'mlari. Qanday impulslar o'tishini ko'rib chiqamiz. Men uni shu joyda mana alohida sizlar uchun chizaman. Bolalar shirin, umami hamda achchiq ta'mni impulslari bir xil yo'l bilan hosil bo'ladi. Qanaqa yo'l desak, mana bizda retseptor hujayrasi, shu retseptor hujayrasiga shirin ta'mli mahsulot yeganimizda, ya'ni bu retseptor endi xemoretseptor yoki umami
ta'mli o'sha go'sht yeganimizda yoki achchiq qanaqadir mahsulot yeganimizda retseptorga o'tirdi. Va bu retseptorga o'tirgan ta'mlarni impuls hosil qilish mexanizmi bir xil tarzda amalga oshadi. Qanaqa? Bu ta'mlarni sezuvchi retseptorlar asosan GQ proteinli retseptorlar oilasiga kiradi. GQ proteinli retseptorlar ta'm hisobiga qo'zg'algandan keyin bilamizki, fosfolipaza degan fermentni faollashishiga sabab bo'ladi, ya'ni fosfolipaza C. Fosfolipaza C hujayraning membranasidagi fosfatidil inazitol difosfat moddasini parchalaydi. Fosfatidil inazitol difosfat. Bu modda parchalanganda diasetil glitserol bilan inazitol trifosfat degan modda hosil bo'ladi. Inazitol trifosfat bilamizki, sarkoplazmatik retikulumda yig'ilib turgan kalsiy ionlarini tashqariga chiqaradi. Kalsiy ionlari mana tashqariga chiqdi inazitol trifosfat hisobiga. Keyin kalsiy ioni nima qiladi desak, kalsiy ioni shu hujayrani yuzasidagi, mana hujayrani chizib olsam, mana retseptorda hujayrasi. Retseptorda hujayrasi deb olamiz. Shu retseptor hujayrasidagi natriy ionini o'tkazishga ixtisoslashgan tranzit retseptor potensial kation degan kanalda ochilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni hujayrada kalsiy ionlarining ko'payishi aynan shu kanal, tranzit reseptor potensial kation, ya'ni kationlarni o'tkazishga ixtisoslashgan kanalda ochilishiga sabab bo'ladi. Qachonki bu kanal ochilganda, bu kanal orqali natriy ionlarini oqib kirishi amalga oshadi. Bilamizki, natriy ekstrasellyular bo'shliqda ko'p. Natriyda hujayraning ichiga kirishi u joyda musbat zaryadli muhitni yaratadi. Bu degani harakat potensiali hosil bo'ldi degani. Harakat potensialini hisobiga, ya'ni depolarizatsiya hisobiga endi bu retseptorimizda nima? Impuls hosil bo'ladi va u impulsni o'zidan keyingi afferent neyronga o'tkazadi. Afferent neyron. Shu joyda aytib o'tib ketay bolalar, hid bilishda esimizda bo'lsak, retseptor o'zi afferent neyron edi, lekin ta'm bilishdagi retseptorlarimiz bular neyron emas, ular retseptor haqiqiy va u retseptorlar o'zidan keyingi afferent neyron bilan bog'langan bo'ladi. Retseptorda harakat potensialining hosil bo'lishi o'z navbatida mediatorlardan ajralib chiqishi va bu mediatorlar keyin afferent neyronda postsinaptik membranasiga o'tirib, endi afferent neyronda nima? Harakat potensialini hosil qiladi. Shu tariqa shirin, umamiy hamda achchiq ta'mlarimiz markaz tomon intiladi. Uni ham hozir ko'rib chiqamiz. Endi nordon ta'midachi, nordonda o'tishi sal boshqacharoq hisoblanadi. Nordonda yon tomonimizni yuqori qismi sezyapti, tilda. Endi nordonda qanaqa? Nordon sezgisini mana retseptor sezganda, mana nordon ta'mli qanaqadir mahsulot yeganimizda, u ta'm retseptorga o'tirgandan keyin, misol uchun mana limon kislotasini aytaylik, kislotalar nordon yoki sirka kislotasini aytaylik, yo bo'lmasam sut kislotasini aytaylik. Ko'rayotgan bo'lsak, asosan nimalar bo'lyapti? Kislotalar bo'lyapti. Bu kislota o'zi nima saqlaydi? Vodorod ionlarini yoki vodorodni saqlaydi deymiz. Qachonki nordon retseptorlari shu nordon ta'mni ta'sirida qo'zg'algandan keyin ular shu retseptor hujayrasidagi vodorod ionlarini o'tkazadigan atopetrin 1 degan kanalda ochishi mumkin. Otopetrin 1 degan kanal. Qachonki bu kanal ochilganda, demak, bu kanal orqali vodorod ionlari hujayraning ichiga oqib kira boshlaydi. Mana vodorod oqib kiryapti. Vodoroddan bilamiz musbat zaryadlangan ion, shu sababli u retseptor hujayrasida harakat potensialini hosil qiladi. Harakat potensiali esa o'z navbatida nima? O'zidan keyingi afferent neyronga o'tib, nordon ta'm haqidagi impulsni o'tishiga yoki markaz tomonga harakat qilishiga olib keladi. Endi nordonda o'tishida faqatgina atopetrin 1 kanali ochilib vodorod kirishi ta'minlanmaydi. Bu nordonda o'tishi boshqa yana bitta yo'l orqali amalga oshishi mumkin. Qanaqa yo'l desak, vodorod ionlari, mana ya'ni kislotalardan ajralib chiqayotgan vodorod ioni retseptor hujayrasining yuzasidagi kaliy kanallarini ham yopishi mumkin. Kaliy kanallari yopiladi. Nimaga desak,
Ion kanallar bular oqsil tabiatli bo'ladi, to'g'rimi? Oqsillar nimadan iborat? Aminokislotadan iborat. Aminokislotadan. Bu aminokislotalar asosan o'sha zaryadlar farqini sezadigan moddalar hisoblanadi. Endi vodorod ionini bekka ta'sir qilishi, vodorod ioni bilamizki, musbat zaryadlangan ion. Aminokislotalarning zaryadlanishiga va bu orqali kaliyni o'tkazadigan kanalda konformatsion o'zgarishga sabab bo'ladi. Natijada kaliy kanali yopilib qoladi vodorod ionlarini ta'sirida. Kaliy kanalining yopilishi esa o'z navbatida kaliy bilamizki, hujayraning ichida ko'p, shu sababli ham uni chiqib ketmasligiga olib keladi. Kaliy ioni tashqariga chiqolmaydi. Kaliy ioni tashqariga chiqolmagandan keyin u musbat zaryadli ion bo'lganligi uchun hujayraning ichida yana plyuslar ko'payadi va bu hujayraning ichida harakat potensiali hosil bo'lishiga sabab bo'ladi va bu harakat potensiali yana aferent neyronga o'tadi. Bu demak nordon ta'mni o'tishi ikki xil yo'l orqali amalga oshishi mumkin ekan. Birinchisi atopetrin kanali orqali bevosita vodorod ionlarining o'zini kirishi, ikkinchisi vodorod ionlari kaliy kanallarini yopishi orqali hujayraning ichida musbat zaryadni hosil qilib beradi. Endi uchinchi yo'limiz bu ya'ni yo'limiz 3, lekin ta'mimiz 5. 5-ta'mimiz bu sho'r ta'mda o'tish yo'li. Sho'r qanaqa qilib o'tadi? Sho'r ta'mda o'tishi ham bunda mana retseptorimiz endi qanaqadir sho'r modda yedik, misol uchun tuz yeganimizda bu moddalar, ya'ni mana retseptor xuddi hujayrasini chizib oladigan bo'lsam, bu sho'r ta'mli moddalarimiz bevosita hujayraning yuzasidagi natriylarni o'tishini ta'minlab beradigan epitelial natriy kanallarini ochadi. Ya'ni shu kanallarimiz epitelial natriy kanallari. Natriy kanallarning ochilishi hisobiga endi sho'r modda tuz deyapmiz-ku, natriy xlordan iborat. O'shuning uchun ham bu epitelial natriy kanallar orqali yana natriy ioni kiradi. O'zi ekstrasellyular bo'shlig'ida ham natriy ko'p. Natriy kirishini hisobiga ichkarida plyus ko'payadi va bu plyuslar nima? Harakat potensialini hosil qilib, impulsni o'zidan keyingi aferent neyronga yana o'tkazadi. Shu orqali sho'r ta'mni sezgisi markazga yetib boradi. Demak, 5 xil ta'mimiz 3 xil yo'l orqali harakat potensialini hosil qilib berar ekan. Mana shu narsa ko'rsatib o'tilgan. Mana achchig'imizda ham, shirin hamda umumiy ta'mimizda ham mana G-proteinli retseptor qo'zg'alyapti, kalsiy ko'payyapti. Keyin men aytib o'tgan tranzit retseptor potensial kanalini ochib depolarizatsiyaga sabab bo'lyapti. Nordonda mana vodorod ionlari ko'payyapti. O'zi atopetrin bir kanali orqali kiradi. Kaliy kanalini yopadi, demak depolarizatsiyaga sabab bo'lyapti. Sho'rda mana natriylar bevosita epitelial natriy kanallar orqali kirib harakat potensiali hosil bo'lishiga, ya'ni depolarizatsiyaga sabab bo'ladi. Endi bu ta'mlarimiz mana hosil bo'lib oldi. Hosil bo'lgandan keyin qanaqa qilib markazga intiladi, shu haqida ko'rib chiqsak. Endi ta'm haqidagi impulslarni markazga olib beradigan nervlarimiz bular 3ta, ya'ni 7-chi, 9-chi hamda 10-chi kranial nervlarimiz hisoblanadi. Ya'ni nervus facialis, glosopharyngeus hamda vagus nervlari ta'm haqidagi sezgilarni olib borib beradi. Endi ularda o'zini joyi bor, ya'ni nervus facialis asosan tilni oldingi 3dan 2 qismidan impulslarni markazga olib boradi. Glosopharyngeus nervimiz bo'lsa tilni orqa 3dan 1 qismidan bir qismi innervatsiya qilib o'sha joydagi ta'm sezgilarini markazga olib boradi. Endi vagus bo'ladigan bo'lsa, u halqumni orqa qismi hamda til ildizini innervatsiya qiladi va shu joydan ta'm haqidagi impulslarni markazga olib borib beradi. Mana rasmda ham ko'rsatib o'tilyapti shu narsalar. Mana vagus tilni asosi bilan halqumdan, til ildizi bilan. 9-imiz glosopharyngeus nervimiz tilni orqasidan, mana to'g'rimi? Til orqasi shu joy. Endi 7-imiz facialisimiz bo'lsa, tilni oldingi 3dan 2 qismi. Mana shu joydan bunday kesadigan bo'lsak, shu joydan bunday kessak, mana tilni 3dan 2 qismiga, ya'ni katta qismiga to'g'ri kelyapti. Shu joydan impulslarni markazga olib borib beradi. Endi markazga borish qanday amalga oshadi? Bu nervlarimiz, demak, mana retseptorlar qo'zg'alib harakat potensialini hosil qildi-ku, o'sha harakat potensialini aynan shu aferent tolalarga, ya'ni shu nervlarimizga o'tkazib berdi. Bular keyin impulsni uzunchoq miyaga olib boradi. Nima uchun? Aynan uzunchoq miyada solitariy yadrosi bor. Ta'm sezgisini
qabul qiladigan yadro. Uzunchoq miyadan keyin impulsimiz talamusga boradi. Talamus keyin ta'mni eng oliy markazi, ya'ni po'stloqqa. Po'stloq qayerda desak, tepa sohasiga o'tkazadi. Ya'ni bosh miya po'stlog'ini parietal sohasiga o'tkazadi. Aynan shu joyda qanaqa ta'm sezayotganligimiz keyin bizga ayon bo'ladi. Ya'ni shu joy analiz sintez qilib beradi. U shirinmi, umamiymi, sho'rmi, nordonmi, achchiqmi, shuni sezib beradi. Va bizda o'sha ta'mni hissi yuzaga keladi. Demak, impulslarning o'tishi aynan shu yo'limiz orqali yoki shu mexanizm orqali amalga oshar ekan. Afferent olib uzunchoq miyaga keldi, uzunchoq miyadan talamusga, talamusdan po'stloqqa keladi.